Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videolarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga O'zbekiston hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. O'zgidromet tezkor axborot bilan chiqdi. O'zbekistonda 25-30 mart kunlari ob-havo qanday bo'lishi prognoz qilindi. Agarda siz o'zingizning viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz, videomiz ostida like tugmasini hamda qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. O'zbekistonda 24-25-30 mart kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Martning so'nggi haftasi O'zbekistonda o'ta serna va salqin o'tish kutilmoqda. Hafta o'rtalarida mamlakatning katta qismida tunda va tongda harorat qariyb 0 darajagacha pasayishi mumkin. Dam olish kunlariga borib harorat biroz yuqori ko'tarilishi va quruq ob-havo kuzatilishi taxmin qilinmoqda. Sinoptiklarning ma'lumotiga ko'ra 25-27 mart kunlari O'zbekiston bo'ylab haroratning dushanbadagiga nisbatan 2-4 darajagacha pasayishi ma'lum qilingan. 25 martda respublika bo'ylab yog'ingarchilik kutiladi. Yog'inlar Janubiy Vodiy va Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida kuchli bo'lishi mumkin. 26-27 mart kunlari Shimoliy hamda Buxoro va Navoiy viloyatlaridan tashqari boshqa viloyatlarda yog'ingarchilik ehtimoli saqlanib turadi. 26-27 mart kunlari tunda va tongda ko'plab viloyatlarda havo harorati 0 darajagacha pasayishi prognoz qilingan. Ushbu kunlari yog'ingarchilik joylarga qor ko'rinishida yog'ishi mumkin. Tog'lar, shimoliy hududlar va ayrim tog' etaklarida harorat 0 darajadan biroz pasayishi kutilmalari ham prognoz qilingan. Juma, yakshanba kunlari respublika bo'ylab haroratning tundan ham, kunduzi ham asta-sekin ko'tarilib borishi kutiladi. Juma kuni ayrim viloyatlarda yog'ingarchiliksiz kutilsa, shanba, yakshanba kunlari hududlarda yuqori ehtimol bilan yog'ingarchilik kutilmaydi. Ma'lumot uchun Yevropa qisqa va o'rta muddatli ob-havo prognozi ma'lumotlariga ko'ra, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Toshkent va Namangan viloyatlarining ba'zi hududlarida hafta davomida umumiy 50-100 metrgacha yog'ingarchilik tushishi prognoz qilingan. O'zgidrometning boshqa bir ma'lumotiga ko'ra, 30 martgacha respublika bo'ylab harorat foni shu davr uchun xos iqlimiy me'yordan 1-3 daraja past, ya'ni sovuq bo'lishi ko'rsatilgan. Yog'ingarchilik bo'yicha joriy hafta ancha namgarchilik boy bo'lishi oydinlashmoqda. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax va Toshkent viloyati hududlarida esa juda yuqori namgarchilik bo'lishi taxmin qilingan. Shimolda hafta davomida me'yor va undan kam yog'ingarchilik kutilmalari e'lon qilinmoqda. Bunday iqlim respublikaning katta qismida qishloq xo'jaligiga mahsulotlarni sovuq urishiga olib kelmasa-da, ayrim hududlar bundan mustasno. Hududlarda suv bosish, sel, suv toshqin hodisalarini oldini olishda Favqulodda vaziyatlar vazirligi va u bilan bunday paytda hamkorlikda ishlash tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda. Shunday qilib, respublika aholisi hafta davomida haroratning sezilarli pasayishi fonida ko'plab hududlarda yuqori namgarchilik boy kunlar guvohiga aylanadi. Videosida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda ob-havo ma'lumotidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaydigan tanishingizga yetkazib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.